Assalomu alaykum. Mana hozir yangi PUBG ga kirib kelganlar uchun mana ko'rsatib boraman. Men mana bu joylarda mana strelkani jo'natib, mana qimirlatib, buni bunday jo'natib, xullas har bitta missiyalarda qanday bajarilishini mana rasmi bilan birgalikda chiqarib boraman. Mana 10 ta aptechka urish, keyin bitta kiyim bor-ku, yashil rangli. Mayor YouTube mayor aytgandek, julli xalat. Julli xalatni bir marta kiyish kerak. Mana korotchi har bittasini men o'zim kamerada ko'rsatib boraman. O'tkazib ko'rib olmaylar. Har bittasini birdaniga sekin ko'rsanglar, hammasini tushunib olasizlar. Qanday missiyalar kelyapti, qanday nimalar bo'lyapti, har bittasini o'qib chiqish kerak. Birinchidan mana yozib qo'yilgan, mana strelkada ko'rsatib turibman. Shu yozuvlarni har bittasini o'qib, netib chiqsanglar, har bittasida real pasinglar bemalol ko'tarib olishinglar mumkin. Shu kirasizlar, mana missiyalar degan joyga kirib turib, shuni missiyalarni ko'rib olishinglar mumkin. O'tkazamiz. Korotchi mana har bittasida yozib qo'yilgan. 6 ta kartochkaga sotib olgandan ko'ra buni, mana 6 ta kartochkaga sotib olgandan ko'ra shularda hammasini shu bitta o'yinga kirib amalga oshirsanglar yaxshiroq bo'ladi menimcha. Mana har bitta o'yinda qanday bajarilishi, qanday nima qilinishi mana ko'rsatib o'tilyapti sizlar uchun. Aziz obunachilar, bizga obuna bo'linglar. Bizning videolarimizni har bittasiga reaksiya qoldiringlar. Kommentariyada yaxshi effekt qoldirgan bo'lsa yaxshi deb, yomon effekt qoldirgan bo'lsa yomon deb, mana bu pulemyotda 3 ta odam o'ldirishinglar ko'rsatyapti bu yerda. Yaxshi effekt qoldirgan bo'lsa yaxshi effekt, yomon effekt qoldirgan bo'lsa hammasini har bitta qanday videolarim qanday chiqayotganini har bittasini men o'zim bilib borishim kerak. Har bittasini sizlar ko'rib, netib aytib borishinglar kerak-da menga. Do'stlashib bir onasini hamsin men ham Xudo xohlasa hammasini bajarib borishga harakat qilaman. Men sizlar uchun mana shu videoni bir boshdan noldan tayyorlab chiqdim. Endi sizlar mana shu videoyimga baho berishinglarni xohlayapman. Shuning uchun mehnatimga mana bitta odam o'ldirish hammasi yozilib ketilgan. Bu video oldlar uchun emas, PUBG ga yaqinda kirgan odamlar uchun tushuntirib borilayotgan video. Prosta meni gaplarim oldlar, oldindan o'ynaydigan old degani, oldindan o'ynaydigan insonlar ham eshitishi mumkin. Faqat men gapiryapman, bu yerda gapirgan gaplarim endi oldindan o'ynaydigan odamlarmi kim bo'lsa ham hammasi ko'rib borishini xohlayman. Sababi menga obuna bo'lib, meni qo'llab-quvvatlasanglar, Xudo xohlasa 1000 ta, 2000 ta, 3000 ta, kerak bo'lsa 5000 ta ham bo'lib ketamiz. Xudo xohlasa 1 million bo'lgungacha harakat qilaman inshaalloh. 1 million bo'lgungacha harakat qilaman. YouTube'dan menga qachonki YouTube'da menga anaqasi sovg'asi kelguncha. Mana akemda yana bir quroli bor-ku, o'shani ko'rsatyapti. Bu yerda har bittasini ko'rsatib borganman, har bittasini o'qib ko'rsatib borganman sizlarga. O'zinglar tushunib olasizlar degan umiddaman. Hammada o'zbekcha, menda inglizcha bo'lib qo'ygan. Endi o'zbekchasiga o'girib turib yana boshqatdan olib yana tashlab berishim mumkin tushunmaganlar uchun. Kommentariyada sizlarda har bitta so'zinglarni, har bitta fikringlarni kutib qolaman. Mana shu kanalimga obuna bo'linglar, like bosinglar, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yinglar. Xudo xohlasa har bitta videoyim chiqib boradi. Oldindan sizlarga rahmat, jigarlarim, joninglar sog' bo'lsin. Umringlar uzoq bo'lsin. Xudo xohlasa mana bizning keyingi videolarda ko'rishguncha